Feruza, Chespers'dan yozga qanaqa atir maslahat berasiz deb so'raydigan erkaklarimiz va ayollarimiz uchun atirlar afzori. Birinchi maslahatim albatta Jamalon Seafood. Men yozga doim muzdek atirlarni tavsiya berganman. Atirimiz sepkaningizda dengiz shamollari xuddi kelib boshingizni aylantirgandek ifor taratadi. Realni juda ham zo'r. Ozgina shirin notalari va limon his qilishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi Chespears Silver Mountain. Issiq havoda bizani tog'larga, dengizlarga tortaveradi va mana shu ifor aynan muzdek tog'ni hidini beradigan ifor. Tasavvur qiling, siz u yerda emassiz, lekin sizdan shunaqa atmosfera taralib turadi, shunaqa atmosfera. Bizda bilasizlar, yangi ifor yaratganmizda Chespers Feruza Telegram kanalimizga kirib, bu atirimizni odzivlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Prosta klientlarimiz восторге. Bu ham muzdek, lekin muzdek bo'lishidan qaramasdan stoykisi va shletlari prям bomba. Aytgancha Chespersda bizani hattoki muzdek atirlarimiz ham o'zi bilasizlar, yoqimli muzdek atirlar 1 soat 2 soatda o'z hidini yo'qotadi. Bizda stoykslari juda ham yaxshi ishlangan. Bu atirimizga keladigan bo'lsak, juda ham skromni ishlangan, lekin o'zining shirin va asal notalari bilan mana deb turadi va o'tib ketadigan bo'lsangiz, albatta, "Voy, bu kimning ifori ekan?" deb albatta odamlarga bir juda ham yoqimli taassurot qoldiradigan, xudo xolisa, parfyum bu. Sentyabrgacha sochimni belimgacha o'stirishni va'da bergandim. Qaranglar, ancha o'sib qopti. Esimdan chiqibdi. 30 mg dan boshlab xarid qilgan klientlarimizga sochni o'stiruvchi shampun qo'shib beriladi. Faqat ogohlantiraman, shampun yog'li sochlar uchun mo'ljallangan.